Aka ukalar mollarni pachkalari kelgan, xudo xolasa bugun. Bir qator ko'rib o'tinglar aka ukalar. Mollarni zo'ri. Nihoyatda udorlar kelgan. Assalomu alaykum, Saroy bozor kanali obunachilari. Aka ukalar, biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i, o'sha Optimchilar qishlog'idan optim mollarni obzorini boshladik. Xudo xolasa mana bugun Donyorbek ukamizning fermalariga keldik. Aka ukalar, bu yerda xudo xolasa pachka mollar kelgan. Xudo xolasa aka ukalar, kattalari, yemga tayyor variantlari xudo xolasa. Aka ukalar, bir qator ko'rib o'tinglar. Donyorbek mana mol yechilib ketdi. Aka ukalar, xudo xolasa hozir Donyorbek o'zlari yengil mollarning narxlari, yoshliklari, bo'ylari bilan tanishtirib o'tirlar. Donyorbek, Aka, yaxshimisiz? sog'lig'ingiz joyidami? Olib kelib oldingizmi? Qiynalmasdan ro'zalar bilan. Donyorbek separ deydilar, xudo xolasa keldilar. Bugun rolda o'zlari ekan. Bomba qilasizmi Donyorbek? Biz obunachilarga yengil bomba narxlardan qiling. Bugunga nechi bosh? Xon aka 14 bosh. 14 bosh bugunga. 1 kishilik. Bir kishilik, xudo xolasa. 2 kishi olsa ham bo'laveradi. O'rtadan bir bo'laveradi. Bo'lib, ha? Xudo xolasa o'ta chiroyli narsalar kelgan. Chiroyli. Nega elektr akalarimizdan taklif tushdi. Aka, mollarni nomerlab qo'ysangiz. Ha, shunga nomerlab chiqdingizmi? Sizga anaqa tushuntirishimiz oson bo'ladi aka, deyishadi. Bir qator qilib. Bu birinchisi ekan-a? Nomerlab qo'ydim aka. Ikkinchisi, aka ukalar, xudo xolasa shu nomerga qarab so'rab surishtirar ekansizlar, aka ukalar. To'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, mana yettinchisi, 7-nomerda turibdi, 8-nomerda, 9-inchisi 9-nomerda, 10-nomerda, 11-nomeri bor ekan mana, 12, 13 va oxirgisi 14. Bugungi aka ukalar, xudo xolasa Donyorbekda 14 ekan. 14 bosh ekan. Donyorbek, bugun bizni obunachilarga skitkasi bo'ladimi, bo'lmaydimi? 100dan hech bo'lmasa. Bonusi bo'ladi, ha? Yengil, magazin narx bo'lmasin-da, skitkasi bo'lsin, chiroyli qiling. Eng balati bir 28 chiqdi. Shunda bu birinchisi chiqdimi? Ikkinchisi chiqdimi? Birinchisi necha chiqdi? Bir 24 chiqdimi? Bir 14, ha, eng kichik narsa. Bir 14 ga aka, bir 28. Mana bir 13 ga olsin aka, uni bir 27 ga, 25 ga olsin, 25 Ha. ga hammasini aka. Buni bir 14 ga olsin-da, uni bir 25 ga olsinmi? 25 plus ga olsin aka. Xo'p. Bir 13dan bir 25 gacha bo'lgan mollarimiz bor aka. Bir 13dan bir 25 gacha bo'lgan mollarimiz, ha, xudo xolasa bugungi partiyada. Endi aka, mana aka falan nomerlarni o'lchab bering desa, shunday kelamiz aka. Ha, xudo xolasa O'lchab beraveramiz buni. so'rasa adini video qilib o'lchab, ha? Aka, mana bir 27 chiqyapti. Ha, bir 20 chiqyapti. Mana shu yerda aka. Bir 25 chiqyapti. 25 chiqyapti. Suyuq olishaveradi aka. Foyq suyuq aka ukalar, xudo xolasa telefonda aytsalarni Telegramdan o'lchab, xudo xolasa adini video qilib tashlab beradilar. Xijolatli yo'q aka ukalar, xudo xolasa. Donyorbek, mana bu orqasi pachka molingizning narxini ayting, birinchisida. Mana yuklardan ko'ryapsiz aka. Shu ijodda. Bo'yinlar kelishgan, Oyoq qo'llar ham baquvvat. oyoq qo'llar baquvvat. Kuraga bor molni, kura chiqaryapti. Kurash chiqazgan, ha? Endi bu gavdaga kurash chiqazmasa ham bo'lmaydi. Donyorbek, xudo xolasa. Yemlaveradigan variant aka. Yemlaveradigan variant. Qurolli qachonida tiqib tayyorlab bersa bo'laveradi aka. Xudo xolasa, ha? Aka, buni bo'yi
23 şey yaptı. Biri 23 ga yaptı. 23 biliriz. 23 yolu so'radi aka. Narxini ayting buni. Narxini bu bo'yida emas gap. Narxida 22, 21 yarim emas. 21 milyon so'm. 21 million so'm xayri bor. Sunnatiga xayrini qilib beramiz aka. Aka, uka. Aloqaga chiqsin aka. Shularni qilib beramiz. Lekin mol boshqacha narsa aka. O'zi orqavoshlardan aytib turibdi. Aka mana Ikkinchisi kuragi yo'q aka. kuragi yo'q. Bu buzoga hali. Kurak chiqarmagan. Buzoy emas aka. Paltarashga bular hammasi. Paltarashga 1,5 yosh. 1,5 yosh. Aka bunisi narxi 19 milyon 500 ming so'm. 19 million 500 ming so'm xayri bor, ha? Yengisi Aka ukalar. Ikkinchi qora. Kuragi chiqmagan, tish bosmagan, xudo xolasa aka ukalar. 120 plyusga olishadi, xudo xolasa. Narxini ayting, narxini. Aka buni narxi 20 milyon 200 ming so'm ozgina. 20 million 200 ming so'm xayri bor, ha? Telefon qilsa ishlarni bitirib beramiz aka. Xudo xolasa aka ukalar telefon qilaverasizlar, ishlaringda bitiriladi. Keyingisi aka mana. To'qol variant. Ha, Anguska gibrid variant. 100 ta. Ha. 100 talik emas, 100 talik endi. Aka, uni narxi Ha, 19 milyon so'm ozgina xayrini qilib 19 million so'mga xayri bor. Xayri bor aka. Keyingisi. Keyingisi shved. Aka buni 19,5 milyon so'm ozgina xayri bor aka. 19,5 million so'm ozgina xayri bor, ha? Aka ukalar, mollar uzunligini ko'ryapsizlar. Shved variantlar aka ukalar. Aka mana keyingisi. Keyingi ola shvedimizchi? Olashi. Hop aka. Buni narxi 18,5 milyon so'm berishsin aka. 18,5 million so'm xayri bilan, ha? 18,5 milyon so'm berishsin ozgina xayrini qilib beraman aka. Aka ukalar. Keyin oldilaridan ham qator ko'rsatib qo'yarman. Ha, bir qator ko'rsatiladi, xudo xolasa. Mana bu aka. 7-chi. 7-chi nomerdagisi. O'zimiz hali местный moli lekin orqa korobkalari. Ha, orqa korobkalari xudo xolasa kelishgan. Prosta bu korobkalar to'ldirish qolgan ekanda. Aka ukalar, Aka bunisi yemga chanqoq varianti. bunisi aka 18,5 berish. 18,5 xayri bilanmi, Donyorbek? Aka telefon qilsin, chiroyli qilib xayrini qilib beramiz. Aka ukalar, xudo xolasa Saroy bozor kanali bu kanaldan chiqyapmiz sanang. Xayri bo'ladi, aka ukalar. Kanalda aytib o'tish yodlaringizdan chiqmasin. Обязательно xayri bo'ladi, aka ukalar. Qizil Eston 8-chi nomerda ekan, ha? Mana bu narxi 18 milyon 800 beramiz. 18 million 800 ga xayri bor, ha? Keyingisi mana shu. Shved. 9-chi nomerdagi shvedimiz aka ukalar. Orqavoshlari oldidan bir ko'rsatib o'taman. Mol nihoyatda tiqil ekan, orasiga kirib bo'lmayapti aka ukalar. Aka bunisini narxi 18 milyon 400 ming so'm. 18 million 400 ming so'm 9-chi nomerdagi shved narxi bo'lyapti aka ukalar. Keyingisichi? Qo'ng'ir. Buni ham ishqovozi ko'p aka. Buni ham ishqibozi ko'p qo'ng'irda ham. Aka buni ham narxi 18 milyon 200 ming ozgina xayri. 18 million 200 ming xayri bilan, ha? Keyingisi. Keyingisichi? Qoraton, oh, bosh. Azgina gibridligi bor ekan, ha, buni ham, ha? Aka buni narxi yengil. 18 milyon so'm ozgina xayri. 18 million so'm xayri bor. Aka ukalar, 11-nomerdagi molimizda boshoq 18 million so'm xayri bilan aytyaptilar. Aka, uchta bitta narx aytaymi? Uchalasini bitta narx ayting. Aka ukalar so'raganlar ko'p bo'lyapti. Uchta. Oxiridagi uchtani. Uni ko'nchisini aka bir yerga olaman. Men akalarimiz bo'lsa aka. Mana shu. 12, 13, 14-sini, ha? Uni ko'nchisini bir joyga olsin aka. 16,5 milyon so'm ozgina xayrini qilib beramiz. 16,5 million so'mdan xayri bor, ha? Xayri bor aka. Har biridan o'tib beramiz. Har biridan.
Aka ukalar, Xudo xolasa, olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Telefon qilaverasizlar. Bugungi aka ukalar Doniyorbekda 14 bosh. Bomba. Narxlar Xudo xolasa bomba bo'ldi degan umiddamiz aka ukalar. Xudo xolasa aka ukalar, videodagi xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Aka ukalar, aytdim-ku, ozgina bo'lsa ham gibridligi bor dedim-ku. Oldini kengligini ko'ringlar. Baribir gibridligi bilinar ekanda. Aka ukalar, gibridligi baribir 10% gibrid bo'lsa hamchi, lekin gibridligi bilinar ekan. Aka ukalar, Xudo xolasa yaxshi mollar, shved variantlari, oq tumshuq variantlari. Aka ukalar, oq tumshuq molni maqtayotganimiz sabab oq tumshuq mol o'sarman bo'ladi, suyagi baquvvat bo'ladi. Oq tumshuq molda ham mana ko'rib turibsizlar oldidan. Xo'ra bo'ladi aka ukalar. Oq tumshuq mollar bomba bo'ladi. Avazbek ukamiz qo'l ko'taryaptilar. Avazbek ukamiz ham o'zlari blogerlar, xudo xolasa. Bu yoqda ham kanallari bor. O'tib obuna bo'lib qo'rasizlar aka ukalar. Yangi vodiy deb yozsalaring chiqadi. Aka ukalar, videoda xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Xato kamchiliklar uchun aka ukalar oldindan uzr so'rab qolgan holatda kommentariyga yozib o'tinglar. Keyingi safar xudo xolasa to'g'rilashga harakatda bo'lamiz aka ukalar. Hammalaringga sog'lik, salomatlikda uchrashguncha deb qolamiz aka ukalar. Sog' bo'lasizlar.